Aziz obunachilar, 12 oktyabr navbatdagi sotuvimiz Qo'ng'irot rayoni qaysi mahallasi? Ustyurt mahallasidan kelgan yoshliqlarga bayram bayog'i bilan atangiz kim echisiz? Yazmurat aka. Kaval mototsiklinin samasval qilisini oldi. Bir dana skuter ham qo'shib oldingizlar. Necha so'm bo'ldi bahasi? 29.800. 29.800 ga aziz obunachilar. Kaval samasval 200 lik motor. Zonshin motor bo'ladi. Mana silindrlar ham bor. Endi ariyag'ida ko'tarib ko'nkaratgan narsasi ham bor, elektronli. Panejni po'shinisi bor. Radiatorli bo'ladi. Bir dana skuterdan bor, arabaga qo'shib berib, dastlab kelsam ichida bo'ladigan bo'ldimi? Rozimisiz? Kevindagidek bo'ldimi? Narx-navodan rozimisiz? Yaxshi, narx hammasi yaxshi. Kevindagidek mototsikl topildi. Unda o'ngdan bo'lsin. Rahmat. To'zdirmoq nasib etsin. Keyin toza mashinalarga aylanib ketaversin. Foydali, barakali bo'lsin. Assalomu alaykum aziz obunachilar. 31 oktyabr Xobar savdo markazida navbatdagi savdomiz Chordara mahallasidan G'ayrat do'stimizga bo'ldi. Hakim yordamchining tavsiyanomasi orqali avatar yangi kelgan Tornado Motors elektromotorli 5 akkumulyatorli 55 lik akkumulyator. Ava. En shu elektromotorlarimiz korotchi. Hakim yordamchining tavsiyanomasi orqali sotilyapti. Kundagidek bo'ldimi? Haydab ko'rdingizlar? Haydab ko'rdim. 1 oylik garantiyasi ham bor, o'zimizda yana tasdiqlayman. Unda o'ngdan bo'lsin. To'zdirmoqni nasib etsin. Rahmat. Yaxshi kunlaringizga bersin. Foydali, barakali bo'lsin. Rozimisizlar? Narx-navosini kelishib oldingiz. Kelishib oldik. Bo'ladi, unda bizlar ham rozimiz. Keyin toza mashinalarga aylanib ketaversin. Amin Allah. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xobar savdo markazida navbatdagi sotuvimiz Tornado 700 kilolik elektromotorimiz To'lqin ofiyidan kelgan bilan Ro'zimboy jo'ramizga sotildi. Ro'zimboy, qutlug' bo'lsin. Rahmat. To'zdirmoq nasib etsin. Rahmat. Hammani yetirsin. Kelishib, savdolashib, rozi bo'lib oldingizlar-ku. Ava. Hamma soz maylarni solib berdi. Hamma zo'r. Kundagidek bo'ldimi? Kundagidek bo'ldi, zo'r ekan. Bo'ladi unda. Foydali, barakali bo'lsin. To'zdirmoq nasib etsin. Keyin toza mashinalarga aylanib ketaversin. Xayrni ko'ringlar. Xobar savdo markazida navbatda sotuvimiz Qaramon mahallasi Ochadan o'zlarimizdan Hasan akaga sotildi. 2 tonnalik mototsikl baland portli, kuzov razmerlari 220 ga 140, samasval. Balollari 13 lik bo'ladi. 200 lik motor, водяное охлаждение. Eldan laboy aynasi ham bor. Telefon podstavkasi, magnitofonlar ham bor. Bahasi necha so'm bo'ldi? 26. 26 million so'm naqd pulga sotildi. Rozimisiz? Ava. Rozim. Haydab ko'rdingiz. Haydab ko'rdik. Sas holatda cho'nkarib turibdi. Ava. Bo'ladi, unda o'ngdan bo'lsin. To'zdirmoq Rahmat. nasib etsin. Hammani yetirsin shunday mashina. Keyin toza mashinalarga aylanib ketaversin Hasan aka. Rahmat. Boshqalarga tavsiya qilsangiz bo'ladigan yer ekan. Ava. Salam alaykum. Shunday moddalarni hamma taklif qilamiz. Bo'ladi. Foydali, barakali bo'lsin. Navbatdagi savdomiz New Star mototsikli bo'ldi. 2 tonnalik New Star mototsikli, водяное охлаждение, eldingi laboy aynasi bor. Tak 512 balon, 200 lik motor, водяное охлаждение bo'ladi. Bunga magnitofon kolonkalari bor. Tak, Qalliko'l rayon Besko'pir ofiyidan apishma. Atingiz kim edi? Sarsenbay Davlatbayev. Sarsenbaymi? Sarsenbay. Sarsenbayga o'ngdan bo'lsin. Rahmat. To'zdirmoq nasib etsin, yaxshi kuningizga bersin. Rahmat. Keyin toza mashinalarga aylanib ketaversin. Rahmat. O'zingizdek bo'ldimi? Bo'ldi. Sizlardan ham shu ishingiz alga basa bersin. Hamisha shu savdangiz jut tursin. Amin, amin. Xo'jaligingizda hamisha davlat asboblar bersin. Amin. Sizlarga ishlaringiz o'ng'in aylansin hamma vaqtda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, shunday xalqning xizmatini ishlayvering. Rahmat. Inshaalloh hammasi joyiga tushib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Bundan ham Rahmat. Xayrli, foydali, barakali bo'lsin. rahmat. Artistning duo patiyalarini ham olib oldik. Ana shunday mototsikllar, mana konteyner bortli, 200 lik motor, panejni po'shinisi bor. Ana shu mototsiklimiz 25 million so'mga kreditga berdik. Hakim yordamchining tavsiyanomasi orqali avatar 15 noyabr. Navbatdagi sotuvimiz yangi kelgan elektromotor. Tornado elektromotorli, zapaskasi bor, kuzov razmerlari standart birdagi 180, 5 shpilkali. Mana eldingi ko'rinishi. 6 akkumulyator, 2000 motor, 2000 miya bo'ladi. Xitoy ofiyidan kelgan. Atangiz kim edi? Quronboy. Quronboy akaga sotildi. Quronboy aka o'ngdan bo'lsin. Amin. Kundagidek bo'ldimi? Haydab ko'rdingiz? Rahmat, yaxshi. Tushuntirdimi? Maylarni solib berdimi? Ishlab turib, maylarni shaylab berdi. Ava. Savdangizga barakat bersin. Ava. Rahmat sizlarga. Mana kreditga olyapmiz. Hakim yordamchining tavsiyanomasi orqali berilyapti. 18,5 million so'mga.
Razımısınız? Rıza. Evet. Bo'ladi. Bizlar ham razımız. Foydalı, Kasbinizdan berekeli bo'lsin. bereket tapın. Savdanızda bereket versin. Rahmat. Savdanızda versin. Keyin mashinalarga aylanib ketaversin. Amin Allah. Endi navbatdagi sotuvimiz aksiyaga qo'yilgan tank skuteri bo'ldi. Kuzatuvchilarimizning xabari bor. Tank skuterini 5 dona tank skuter aksiyaga qo'ydik. Shuni navbatdagisi Buxoro viloyatidan ketdi. Mana Buxorodan keldingmi? Ha, Qaysi tumani? Vobkin. Vobkent tumani. Dedesi bilan kelibdi mana. Ishondik keldik shu yerga. Shartlar bajarildimi? Ha, mana 20 kishi. Kim degan o'zi? Muhammadovmi? Ha. Ana profilini ko'rsatqani sen o'zi Muhammadov degan senmi? ha. Mana profili necha kishini belgiladingiz? 20 kishi. 20 ta o'rtog'ini belgilabdi. Keldingiz, baholari shu aytgandagidaymi ekan? Ha, zo'r. 9 million 800 ming so'm bo'ldi. Aksiyada. Ishtir bo'ldimi? Ishtir. Ishondingizmi? Ha. Mototsiklda yog'ib ko'rdingiz, Ha. haydab ko'rdingiz. Ha. Svetlari Zo'r. hamma joyi yonib turibdi, ishlab turibdimi? Jentra qolat- yoqqanda u. Молодец. Unda muborak bo'lsin. Rahmat. To'zdirmoq nasib etsin, foydali barakali bo'lsin. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Buxoro Vobkent tumani. Ana shu full variantdagi skuterimizni 9 million 800 ming so'mga berdik. Uka oting kim edi? Meranshoh. Kim? Meranshoh. Miron Shoh degan ukamizga berdik. To'zdirmoq nasib etsin, foydali barakali bo'lsin. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bundan yana bir dona bor. Kim shartini bajarsa, erta bilan kelsa ulgursangizlar, yana bir donasini shu narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Yana mashinani ortib beramiz hozir. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Noyabr 25-yil. Mana bugungi savdamiz elektromobil bo'ldi. Motosikl yoqdimi? Ma'qulmi? Ko'ngildagidek bo'ldimi ham beri? Narx-navodan hammasidan rozimisan? Yana bo'ladi, xayrli barakali bo'lsin. To'ylarga min. Yillar ulqayib ketaversin. Kimga qiziq bo'lsa ana havolashaverasizlar, mototsikllarning har xil turidan bor. Assalomu alaykum aziz obunachilar. 18-noyabr Fobar savdo markazida navbatdagi sotuvimiz 18-noyabr bo'lsa, bugun O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qabul qilingan kuni. Bayramlar bilan. Rahmat. Bayramga to'g'ri kelibdi motosikling. 2 tonnalik Kavala mototsiklimiz O'rtaqala Ufindan Islomboy midatin. Islomboy degan ukamizga sotildi, Hakim Erdamchining tavsiyanomasi bilan. Пониженный повышенности бар, 200lik vodiyni охлаждение, zapaska, dampirat, balon ключ, jilet, kaska hamma narsalarni olding-ku. Aldım. Haydab ko'rding. Haydab ko'rdim. Rozimisan? Roziman. Ko'ngildagidaymi? Ha. Rozimisan? Ha. Bo'ldi. Unda bizlar ham rozimiz. Rahmat. Ishlaringga rivoj, keyin toza mashinalarga aylanib ketaversin. Nasib etsin. Yaxshi kunlaringga xizmat qilsin. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Fobar savdo markazida kutamiz. Hurmatli obunachilar, Fobar savdo markazida savdolarimiz davom etyapti. Navbatdagi sotuvimiz Kegeyli rayoni Jalpaq Jab Ofindan kelgan Ramazon degan jo'ramizga sotdik. Hakim Erdamchining tavsiyanomasi orqali sotilyapti. Ana shu Uraganning gigant xil mototsikli balonlari mana baquvvat 2 balonning ulug'ligiday baloni, qizib razmerlari 220 ga 140. Konteyner bortli bo'ladi, radiatorli, oldingi loboy aynalar ham bor. Magnitofon, kolonka, zapaska, balon ключ hamma narsasidan damqratlarni berdi axir. Aha, aldım. Ko'rib hamma joyi ishlab turibdi, sas qilyapti. Assalomu alaykum. Hurmatli xalq, bugun sizlar Mang'it rayonidan kelib, Fobar savdo markaziga kelib mototsikl ko'ryapman. Har turli vibrlar bor ekan. O'ragan Fortune mototsiklni xarid qildim. Hammaga shunday mototsiklni deb buyursin. Rahmat. Ko'ndagiday bo'ldimi? Keldingizlar. Rozimisiz? Roziman. Rahmat. Foydali, barakali bo'lsin o'zlaringizga. Keyin toza mashinalarga aylanib ketaversin. Amin, xudo xolasa. Aziz obunachilar, Fobar savdo markazida navbatdagi savdomiz Qorao'zak Qutlamakan mahallasida sotildi. Kavaloning 1.1 degan modeli. Ustida mana chertaklar ham bor xilisi. Ko'rib turganingizdek, mana zamoq bilan ochib beklab, qishning kunida ham qor yomg'irdan panalab turadi. Bir imkoniyat budan bir. Yaxya degan jo'ramizga sotildi. Necha so'm bo'ldi bahasi? 10 million 500.
10 milyon 500 ming so'mga ana shu narsalari bilan. Rozimisiz axir? Ha, rahmat. Köyündegidey bo'ldimi? Ha, rahmat. Haydab ko'rdingiz, saz Ha, holatda. saz. Agar bir yerinde kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, yili bir oygacha zavodskiy defekt chiqadigan bo'lsa, mabodo chiqib turib qo'yib, shu oygacha. Chiqsadan bemalol telefonlashsangiz, o'zimiz Xo'p. yechib beramiz masalasini. Xo'p, rahmat. Rozimisiz? Razman. Bo'ladi. Ishlaringizga rivoj, keyin toza mashinalar bilan ketaversin. Amin. Bizlar ham rozimiz. Amin, rahmat. Salomat bo'ling. Navbatdagi savdomiz Oybek mahallasida bo'ldi. Zafar aka miydi atınız? Zafer atım. Zafar aka. Uragan motosikl 2 tonnalik, balonlari 512lik bo'ladi. Vodinniy охлаждение, panejni повышенияsi bor. 200lik motor bo'ladi. Kuzov razmerlari 220 ga 140. Baland portli. Mana shu mototsiklimiz Oybek mahallasida Zafar akaga sotildi. Zafar aka, o'ndan bo'lsin. Rahmat. Köyündegiday bo'ldimi? Zo'r beri zo'r. Narxosidan rozimisiz? Razıman hammasi zo'r. Haydab Tavsiya ko'rdingiz. qilamiz, kelaverasiz. Haydab ko'rdik, zo'r. Yağıp hem millerni beri maylab zo'r. shaylab taklap berdi. Mhm. Yine Zo'r bir beri. yıl davamında Xudo xolasa garantiyasi var zavodning. Zavod Rahmat. bir defekt chiqadigan bo'lsa, bizlar orqali xabarlashaverasiz. Bo'ldi, rahmat. Keyin toza mashinalar bilan ketaversin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Foydali, barakali bo'lsin. Ishlaringizga rivoj, Rahmat. yaxshi kuningizga bersin. Bo'ladi, salomat bo'ling. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, Uragan bo'laman, Newstar, Xunji hammasidan bor, aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, Xobar savdo markazida navbatdagi sotuvimiz Qangli Ofeyindan Ziyatbay akaga bo'ldi. 700 kiloluk modelimiz Bobby Motors'ning 5 akkumulyatorli 68 amper akkumulyatordan qo'yilgan. Naqd pulga sotildi. Bahasi necha so'm bo'ldi? 12. 12 million so'mga naqdga 700 kiloluk degan modelimiz. Baraka bo'ldi. O'ngdan bo'lsin. Rahmat. To'zdirmoq nasib etsin. Yaxshi kuningizga xizmat qilsin. Keyin toza mashinalar bilan ketaversin. Köyünüz to'ldimi? Haydab ishlatib ko'rdingizmi? Rozimisiz? Razı. Unda bizlar ham rozimiz aka. Sog' bo'ling. Rahmat. Xayrni ko'ring. İşlərinizə rivoj. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Benzinli, to'qli mototsikllar, 2 do'ngalakli mototsikllar, traktorlar hammasidan bor. Aziz obunachilar, navbatdagi sotuvimiz Xolmbek Ofeyindan kelgan To'lavoy akaga bo'ldi. Bir 700 kiloluk elektromotorimiz. 5 akkumulyatorli, balonlari 512lik bo'lgan xilisi. Bahasi necha so'm bo'ldi? 11.400. 11,5 million so'm ekan bahasi. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. To'lavoy aka qutlu bo'lsin. Rahmat. Haydab ishlatib ko'rdingizmi? Soz holatda hamma joyi. Hava sog' Köyündegiday bo'ldimi? Narxosidan Bo'ldi. rozimisiz axir? Kelishib berdimi? bo'ldi. Bo'ladi, o'ngdan bo'lsin. To'zdirmoq nasib etsin. Rahmat. Yaxshi kuningizga bersin. Sog' bo'linglar. Shu zotlarni yetkazib turganingizga sog' bo'ling. Rahmat aytganingiz kelsin. Sizning ham texnikalaringiz keyin toza mashinalar bilan ketaversin. Foydali, barakali bo'lsin. Aytganing kelsin. Navbatdagi sotuvimiz Xunji mototsikli 250 kub. Kuzov razmerlari 220 ga 140, 60lik vilka, radiatorli bo'ladi, panejni повышенияsi bor. Gigant mototsiklimiz original Xunji degan nomrodiy mototsikl. Shuning ham ranglarini ham saylab olib, Dilmurod ukamizga Ochadan Qaraman mahallaga sotdik. Köyündegiday bo'ldimi? Xo'barga kenglar mana zo'r mototsikllar bor ekan. Mana tanlab shu New zo'r Star- narxlarda oldik. Newstardan Uragandan hammasini ko'rib, mana shu Xunjiga yig'ildi. Unda o'ndan bo'lsin. Rahmat. To'zdirmoq Sizlarga nasib etsin. omad. Rahmat. Köyündegiday bo'ldimi axir? Ha. Chiroylimi? Narxi necha so'm bo'ldi? Narxi 28 million bo'ldi. Naqd pulga 28 million so'm bo'ldi aziz do'stlar. 250 kubli Xunji mototsikli. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Foydali, barakali bo'lsin. Ishlaringizga rivoj. To'zdirmoq nasib etsin. Keyin toza mashinalarga aylanib ketaversin. Rahmat. Salomat bo'ling.